Men Kamilov Mahmudman, Qizilqishloq ayol hukumatining turg'uniman. Men 2006-yili nizam chegida yer olganmiz, yer uchastligi. Mana bardagi original. Shuni 6 yildan keyin shu Ergash va Mahidil jasalma dokument bilan shu ko'pli paradasha qilganda bunichi hali sud jo'qqa chiqargan chechimni Вообще boshqa vasanat qilib, hali poddelka dokument bilan jasalma dokument bilan oldi sotib qilyapti, korrupsion sxema bilanchi. Uni sheriklari o'sha nima bir Kazakopda murdagi ayol boshchini jiyani Baxtiyor turatdi, lekin Muslim kafeda. Bu yerda unga ko'rsatadi, bu jasalma dokument bilan oldi sotib qiladi-da, o'sha bordigini. Mana menda barda sud chechimlari bor, aniqtamalar bor. Men bir necha yo'li SMBga qayrilganman, antikorrupsiyaga qayrilganman. Boshqa prokuratura qayrilganman. Biroq 9 yildan beri o'zi aytayotadi, menda xohlasam bir meshok krasniy kniga bor, men seni bu yerdan ko'chirtiraman deb spektakl qiladi, militsiyani chaqiradi, pojarniyni, mediklarni chaqirib, to vinos qilaman deb shu vaqt qiladi, nima deydi endi. Visilena qildiram deydi, bu nizomsiz moda. Uni barda nimasi o'zi ayol hukumatdan, arxivlardan taxtaganmiz nimaga bu Meliboyeva Dilafzani atiga chechim chiqargan, bu chechim chiqardi yo'q. Meliboyeva Dilafzaga qarasa, mening unda yerim yo'q. Men Qirg'izistonda nizom bo'yicha har bir jarayonga bir marta yer beriladi. Men suratdoshda yashayapman, menga yer berilgan degan. Mana barda chechimlar bor. Mana bu yerda Ergash va Mahidilni ko'pli paradasha qilib olgan oldi sotib qildi, korrupsion sxema bilan. Va shu barda shuni uchastka qilganda. Shuni men hurmatli prezident, hurmatli Kamchik va Tashiyev shunday korrupsionerlarga bir chora ko'rishingizni so'ranaman. Bu qachongacha bunday bo'ladi? 9 yildan beri jadatdi-da. Ayol hukumatining Janı Turmush ayrim turg'uniman. Familiyam Mamarzayev suhbatida Eshon Rahmon ko'chasi 32 da yashayman. Men qaylishimning sababi tomondagicha. Bu mana Ergash va Mahmudil ham mana shu suratda yo'qiz. Bizdan aqchamizni olib, mashinamizni olib kelib, sotib 2 yildan beri 19-yil mashina olib kelgan. Shu aqchani ber desak, bermasdan men prokuror sotganman, men militsiyaga sotganman. Qolganda bersa berem deb turib 1-2 so'rab yurdi. 2 yildan keyin oxiri endi bermasang arzlana o'z desak, meni 4 yo'li bolamni 6 yo'li urdi, to'qitmoqtadi. Mana uni bo'yicha bari sotliq terishtiruv, bunga ayb pul solyapti, ashna qilyapti. Mana kecha 27-yilda bunga hukm bilan dag'i 20 ming so'm uglonida hukm chiqardi. Bungacha mana nimada 2021-yil 6-dekabrda mashinasi bilan hukm chiqqan, buni ustida 150 ming jarima solgan. Undan tashqari mana 6 yo'li sotolgan, mana 6 yo'li sotolgan, o'ta опасный преступник, moshennik, residivist. Men javob beraman buni oldida. Shuning uchun biz qayrilib, hozir shu mezgilda bu Jalolobodda qamoqda o'tiradilar. Sud mezgilida buni sudya uy qamag'iga chiqarib qo'ydi. Nega? Men 3 bolasi bor deb, akilabiyatda yosh bolasi yo'q. Bor, eng kichigi 15-16 yosh. 3 bolasi bor, otasi bor, zakisi bor. Endi turib uy joyi yashab deyapti. Turib yashagan yeri bor dedi. Mana ayol hukumatda hech qanday ayol hukumatda yashagan yeri yo'q mana. Hech qanday qog'ozda turib yashagan yeri yo'q mana. Sud nima deb chiqaryapti? Turib uy yashagan yeri bor deb chiqaryapti. Biz buni sudga bersak, sud ko'zini yumib qo'yibotadi. Endi kasal deyotadi. Shuncha odamni aldab, suldab, millionlagan dollarlarni olib turib, endi javob beradigan kasal bo'ladi. Mana 7 yo'li sotolgan qilmishkor residivistni sud yuqamaga chiqarib. Sud undan oldin 2 prosesda sud o'tirimida. Bu hadi tasvir keltirdi advokat. Mana uy bolasi bor chiqadi. Mizamda chiqib
sot hükümü çıkıp ettirdi. İki jolu sot Satqınbayev degan sudya kaldırıp koygan. 25-de Satqınbayev özünü çıkargan to'xtamaga teskari ish qilib turib, uni yuqamaga chiqarib qo'ygan. Shuning uchun biz sotdan norozimiz. Shunga men aytarim, men hozir mana hamma dokumentlar taxta shuncha qog'oz, shuncha narsalarni bersak ham sotlar ko'zini yumib, bu yerda korrupsiya kuchayib ketgan ekan. Men bu sot sistemasiga mana shu kalta jeb, aqcham undiraman deb turib 1 yildan beri yurdim. Sot nimasida ochiqcha korrupsiyalanib ketgan ekan. Shuning uchun men prezidentga ikki og'iz qayrilishimni so'raman. Hurmatli Sadir Nurxo'jayevich, hurmatli Qamchibek Tashiyev, sizlarni men siylayman. Sizlar shunday prezident kelishini men 30 yil kutganman. Qanday bir jurtim, mekanim, elim, jurtim deydigan prezident qachon kelar ekan desam, deb kutganman 30 yilda keldi, Xudoyimga shukr. Hurmatli Sadir Nurxo'jayevich, men sizni siylayman. Elim siylaydi, jurtimiz siylaydi. Sizni olib borayotgan ishlaringizni biz qo'llaymiz, qonim bilan, jonim bilan. Kerak bo'lsa boshimni qo'yib turib sizni podдержка qilaman, sizni qo'llayman. Biroq siz mana rotatsiyalar qildingiz, zo'r ishlar bo'ldi. Elim jurtim deb qilyapsiz. Mana qilmishlarni javobgarlikka tortyapsiz, jegandi qusturyapsiz. Emnega bizdan jeb, qarabay erim 5 ta 10 ta bolaning aqchasini jeb, mashinistlar bilan, aldamchi yo'llar bilan yurgan nimani mizam chetinda qaralib etdi. Bu yerda o'zi ko'rinib turadi, suvni betiga chiqib turadi. Mana men korrupsiyaman deb. Hurmatli Nurxo'jayevich, hurmatli Qamchibek Tashiyev, siz mana rotatsiya qiluvdingiz, sottirdi. Men so'yindim. Xudoyim bor ekan. Xudoyim bizni yurtimizdagi yer yuzida bir yaxshi tramplinga chiqadi deb so'yingan edim. Biroq so'yinganimizni kuchga chiqarib yubordi. Jo'qqa chiqib o'rtada. Nega deganda ashadan rotatsiya qildi. Sotlar hech o'zgargan yo'q. Tempo oshib ketdi. Mana prokuraturani rotatsiya qildi, prokurorga kirdi. Malades, shahar prokuroriga. Atijonning esimdan chiqarib qo'ydim. Bizni o'rnidan turib kutib oldi. Ana shunday ishlash kerak deb prokuror. Sot taqashinde bizni sot qilmishkerni qator priyom qilyapti. Mana qilmishker podsudiymi, sottoluvchi 23-ga menga sotga qo'yib bering desa, sot 23-ga soatini aytsa soatiga qo'yib beryapti. 25-da buni qabul qilib hech qanday bizga qani ko'rsat dedik. Videoni ber dedik, spravkani ber. Yo'q, hech nima yo'q, berilmaydi. Bizni suylatmayapti. Sot hükümeti nimasida chiqarib yuboryapti bizni. Shuning uchun sizdan o'tinib, ananayin inim, ananayin jurtboshim, ananay Qamchibek do'st ukam, elim jurtim deb batirliging qut bo'lsin, uy bo'lang but bo'lsin, jurtimiz tinch bo'lsin, mashinliklarga joy bo'lmasin. Sottirdi. Bu rotatsiya qani? Rotatsiya hech narsa yo'q. Bizi qilmishker deb turib qabul qilyapti. Qilmishker reshetgan ichida o'tirib turib buyruq beryapti sotga. 23ga qo'yib bering. Biz dishni ber, bizda zapislari bor ashini. Endi qilmishker chiqib olib, kecha chiqib endi deb o'tadi. Mana domashniga chiqdim, ashib borsa meni nima qiladi deyapti. Shtraf soladi deyapti. Ayb pul soladi deyapti. Qayerga borasan? Men sendan bilan suylashim. Meni boldarim 5 bolam, nevaram 13 nevaram, 4 chevaram bor. 65 ga kirgan pensioner odamni meni quvalab ursa, bolamni uyga bostirib kirib ursa, mizamni kim qo'rqaydi? Mana shaharga prokuror keldi. Malades, obisga keldi. Biz kirdik shularning ichiga. Kirsak priyom qilyapti. O'rnidan turyapti. Asaqal chechamiz deyapti. Chechamiz chechdi. Sotga o'tdi. Endi sot tezga bu yerga sot olmayapti. Militsiyani ishini jo'qqa chiqaryapti, prokuror ishini jo'qqa chiqaryapti. Bu jabrlanuvchilarning ishini jo'qqa chiqar. Bitta mashinlikda tamom, hurmatli prezident, hurmatli Qamchibek Tashiyev, biz kimga boramiz? Bizni atamiz, yurtimiz boshchisi sizlarga boradi ekanmizda. Kimga borsang, u borib kelishgan. Mana kecha o'zimda videosi bor. Sotdi kabinetini olib jo'ratdi. Sen nima qilib yuribsan desa, bizga tashlayotadi. Pichoq olib qo'yayotadi, tosh olib uryapti. Bu mizan sot yozib qo'ygan mizanni atqarmayapti, hurmatli prezident. Shuning uchun men sizdan noto'g'ri suylasam, men mizam oldida javob beraman.
Mo'ynini qo'yib bera olmasam, men nizom oldida javob beraman, hurmatli prezident, hurmatli Qamchiboy Tashiyev. Men shundan sizdan o'tinib so'raman. Elimda atimdan, o'zim uy bo'lim atimdan. Hozir 4 ta qilmish ishi bilan olib qamab qo'yganda qantib chiqaradi sud. Bir joyli sottalgan bo'lsa ham mayli gap. Bolasi jasmas 19, 18, 16 kirgan bolalar. Turuqda yashagan jeri yo'q. Kasaldi saqirdi, qani aniqtamasi desa yo'q, aniqtama bermayapti, yo'q. So'rasak yo'q. Arz yozsak yo'q. Videoni bering desak yo'q. Bizni qilmishga qatorga qabul qilib. Shundan anane prezidentim, suyukli prezidentim, anane Qamchiboy Tashiyev, inim sizdan o'tinib so'raman. Bir ularni qamchilash kerak o'shga kelib. Ularni rotatsiya qildik, ish yaxshi ketyapti degan bilan bu yerda yaxshi ketayotgan yo'q. Men qilmishkar bo'lsam, meni javobimni bersin, men bo'ynimni qo'yib turib, men tortsin. Nega qilmishkar bundan sotda ko'zini jumtiradi. Qanday bo'lsa, o'tganda Damashniga chiqardi, Damashniga Jumayib degani chiqardi. Obusotga arzlanuvdi, obusot sira sot zaldan qamadi. Buni 2 oy o'tirmasdan so'ng Satqinboyev chiqarib yubordi. Bir-birini sotlar qanday bu? Biri atqardan chechim to'g'ri chechim chiqarganda bitta sot kelib turib jo'q qilib qo'yapti. Qanday mizon bu? Mizonni qo'rqamayapti bular. Bular to'g'ri kelib vaqtcha qilish kerak bo'lishi kerak ekan shekilli yo'q. Tushunmayapmiz. Shuning uchun sizdan o'tinib so'raman. Bir elga oblastda burun Sovet mezgilida Narodniy kontrol bo'ladi, Profsoyuz degan hammasini qo'shib turib, komissiya tuzilib chechilayapti. Biz sizdan o'tinib so'ranamiz. Mana hozir qurultayga ruxsat berdingiz, rahmat sizga. Qurultayda ham bizga o'xshagan Qarabağ elimiz borib, o'z dardini aytadi. O'zini boshida qiyinchilik, yaxshilik kunlari aytiladi, Xudo buyursa. Endi nima? Qancha so'mingizni olib ketdingiz? Meni bolamni mashinasini olib sotib olib, 11.200 dollarga sotib olib, mizamsiz sotgan. Bolamni adekatasi yo'q. Yo'q. Gayiga bormasam, bolamni uyga men qo'rqib qo'ying, aqchangizni hozir kechinda beradi deb turib qo'lni qo'ydirib olib, mana hozirgacha yo'q. Hozirgacha yo'q. Endi aqchani so'rasak, kaltayapmiz, o'rtoqmoq qolyapmiz. Shuning uchun yana qayta so'ranaman. Elimi, yurtimi atidan, o'zim atimdan. Men 65 ga kirgan bir mashinlikdan o'rtoqmoqqa, men nech videolarga chiqib ketgan yo'q, hech anaqa yo'q. Harakat yo'q. Shuning uchun buni tez arani ichida. Mana meni qo'shnim bola jopur kunda 2 ta 3 ta odam o'tiradi yashayinda deyilib. Bolalarini olib kelib o'tiradi, aqchami bering. Uyimni anaqam bering, dokumentimi bering. Shu bir so'mka go'saq so'mkasi turadi. Mana afon qilyapti, mana qilyapti. Buni uyini o'tkazib oladi, uni uyini o'tkazib oladi. Bu mashinlikka bir chora yo'q. Assalomu alaykum Qirg'iziston xalqim. O'sh turg'unlari, men Tursunova Mamira Haydar Aliyevnaman. Mana shu choldi 90 ga kirgan choldi katta qizi bo'laman. Mana shu yerga kelganimizga, mana aktiv press O'shga kelganimizga ham 4 yo'li chiqdik. Bu 4-chiqishimiz. Bu choldi hamma tanib bo'ldi O'sh bo'yicha. Arxivlarda bor, nimalarda bor, televizorlarda necha joyli chiqdi. Bishkeklarga necha borib keldi. Bular 2008-yil chek olingan nevarasiga chek olingan. Bitta oilada 6 xo'jalik yashashgani uchun yashash sharoiti og'ir deb Narima oilining Qarasu rayonining Narima oilida nevarasiga chek chiqarilgan. Bularga uy kerak ekan deb chiqarilgan. O'sha yil 2008-yil fundament qurib, 2009-yil devor qurib, devor qilingan, dokument qilaydi borsa, idoradagilar turib turing, go'z registr deylar, turib turing, sabr qilib turing, hozir komissiya bor deb aldagan bu choldi. Aldab, aylanib uylar bitib, yashab yurgan holda 2014-12-yil bizi uyimizda masha Ergash va Mahidil to'polon qilib kelgan. Ungacha u bola 2 bolali bo'ldi. 2 bolaning ostida qiyochiyoq qilib kelib urushib, hargi bolalar stress ahvolda tushib, bittasi hattoki 2-guruhga invalid bo'lib qoldi. O'sha yildan beri mana har safar sotlaniladi.
Endi gapda rosa qo'llarda pul yo'q, bar qarindoshlar Xudoga shukr yordam berildi. Necha sot bo'ldi, aylanib ular sotga kelmaydi. Bu yoqqa nima chiqarib qo'yilaveradi. Shu 2012-yildan beri bu yer aylanib 9 ta odamga aylandi. Ergashev Mohidil aylanib Karimova Mohidilga aylanib qoldi. O'shanda bo'lib mana har safar har oyda sot bo'ladi. Sotga ular kelmaydi. Turib-turinglar deb aylantiriladi. 2 yo'li kelmasa sizlarga chechim chiqiladi deydi. Qada ikki nima sot bo'lgandan keyin 3-safar yana boshqa nimalar almashib qoladi. O'shanda qilib 2012-yildan beri shu ahvol. Necha marta prezident oldiga borib keldi. Prezidentimiz ham Allohga shukr aytdi, bu nima chechilsin deyildi. Yo'q, bu o'shdagilar faqat asha Ergashev va Mohidil. Karimov hozirgi zamonda Karimov va Mohidilning nimasiga amal bo'lyapti. Hozir u sotda yuribdi. U sotda mahalda ham mana 2 marta sot bo'ldi, bizga hech hal bo'lmayapti. Iltimos, shuni nima qilib beringlar. Yana nima? Uni qo'qitganlari, nima bo'lganlari, hozir 3 ta bola. 3 ta bola u yoqda sarson bo'lib yuribdi. Hozir 3 bolali bo'ldi shu bola. O'shda yura olmayapti. Qanaqa qilamiz? Zaman mana shunaqa muttahamlarki bo'lib qopti. Iltimos yordam beringlar. Bizga birodar bir tiyin puli kerak emas, boshqasi kerak emas. Shu bolalar uyli joyli bo'lib qolsin deyapmiz. O'tkazdirmayapti. Iltimos yordam beringlar. Meni yerim, meni uyimda mana nimalarda ham bor, bari internetlarda ham hamma yo'llarda turibdi. Meni yerimga 2 xona uy savagan deydi. Qada 9 ta odamga mana shu uy o'tdi. 9 ta odam bir marta men olyapman shu uyni. Bu uy qanday uy deb kelgan emas. Hech qaysinisi kelmagan, dokument bo'yicha ularning nomiga o'tib ketadi. Faqat qog'ozda bo'lyapti. 2009-yil uy solingan u yerga 2 xona. Ayo yashagani sharoiti yo'qligi uchun qo'lda mana 80 dan oshgan kampir, 90 ga kirgan chol, nevaralari bilan guvalak qurib solgan uy 2 xona. Dang'illama uy emas. Ashada yashab o'tirgan bolalarni yashatmayapti. Hali bolani ham qo'qitib hozir o'shda emas, Rossiyada. Hali 3 ta bola sarson sargardor. Ikkinchi guruhda bolasi bor. U bolalarni kelib qo'qitib, nimalarda kelib qo'qitib, janjal qilib, mana 90 ga kirgan odam yosh narsalarni uradimi? Meni o'zi kelib do'q qilib, hammani urib, ahna qilib turib, ya'ni meni chol urdi deb militsiyalarga berib sotlandi shu chola. Net sarson bo'ldi. Ro'zani kunida 2 yil sarson qildi. Ularga zakon bor, bu yerda zakon yo'qmi? Turib joyi yo'q. Bo'lmishda. Endi bu turib uyim bor, balam bor, anda qilib sotni boshini aylantirib sot bilan. Endi sotni o'rtasida advokatlar chiqadi. Advokati kelyapti menga. Aqsaqali, shuni kechirib qo'yarmaysizmi? Qamalib ketsa aqchasini bera olmaydi, deyapti advokat. Qamalib ketsa aqchasini bera olmaydi. Siz aqchangizni ola olmaysiz-da. Shuni sotdan keyin chiqsa bersa, menga bersin. Sudya hozir 1 so'm aqcha to'latmasdan $76,000 qarz, 4 ta epizod bilan. 209 3-chasini 4 ta odam jabrlanuvchini sotdi, tursa sot chiqarib yuboradi-da. Shunga biz kelyapmiz-da shunga. Endi hozir sen olib turchi nimada hozirgi kunda mana men bolam qo'shni shunday chiqib aytyapti. Mahidil Ergashev mashin. Men chiqdim. Sotda ayb puli solinadi. Ayb puli solinadi. Men ayb pulidan tashqari men aqcha olmaydi. Ayb puli soladi. Chiqib seni o'ltirib narkotikga qamatam. Men ashun uchun обращение mashinada televideniya men saqlanib qilaman. Ashun uchun jazib tur deyapman. Bu hozir men bolam 5 bolasi bor. Men 13 nevaram bor. 4 chevaram bor. Meni qo'rqinchim hozir mashinada tunim bilan eshik taqqasi cho'chib bo'lganam. Taqqasi cho'chib. U nechta odamni urdirdi, ko'chada ugrajat qildiryapti. Uni buni jo'natyapti. Men ashun uchun qayrilib ketyapman televideniyada. Meni bolamga narkotik, orужие tashiyman deyapti, pichoq tashiyman deyapti. Urib o'tiraman, o'ltirib turaveram. Men o'zimga aytayapman, sen ertaga turmadan o'ligini chiqartirmayman deyapti. Ayol kishi shumi? Men 65, men o'limdan qo'rqmayman. Mizonni siylayman. Prezidentimni siylayman. Qirg'iz elimni siylayman, Qirg'iziston juddini. Men Qirg'iziston jelagin ko'pi
tuprog'ini ko'zimga surtdim. Men shu yerda to'ralgan. Men bunaqa mashindim. Separatist, terrorist deganga men yuragim beraman. Mana shuni qalqon qilib. Men mizam siylaydi odam. Men sayizda odamman. Mizam emni tushunim. Bular mizamni bilmayapti. Sotlar ham to'xtatmayapti. Mizam bunday tursa, bu ko'p bo'lmishni qayerga qo'yib yuboraman demayapti sotlar. Shuncha qayrilib ketdi. Menga bir uka, inim bir. Mana endi hozir mana 4 epizodda $80,000. Bankka o'tib ketgan uylar. 5 ta Lombard bilan sot tashyapti. 5 ta bank bilan sot tashyapti. Men yolg'on so'ylasam, ko'rsatsin, akasi sen yolg'on so'ylayapsan. Mana hammasi dokument menda bor, bir papka bo'ldi 1 yil ichida. Men borib bo'z registrdan spravka olib kelyapman. Qayerda yasha turibdi, joyi yo'q. Yonmasi yo'q. Shuning uchun mana shuni qayrilib ketyapman. Zapis qilib men valdarimga bir chachib tukka to'kilsa, men mashina. Men mizamni qo'rg'agan o'rganga asiraman. Men Qirg'iziston quloq solmasa, men boshqa yerga boraman. Jo'masam bitta mashinnikni, aldamchini qo'rg'asa, bizga bersin ruxsat, biz chiqib ketamiz. To'ralgan yerimizni ham tashlab ketamiz. Ammo Xudoga qo'yib qo'yib chiqib ketamiz. Ashada ham men turpog'imdan bir turpoq olib ketaman, qayerga chiqarib yuborsin. Mizamni siylamagan, mizamni urmagan, sotdi nima keragi bor menga? Mizamni siylamagan militsiyani, prokuror nima keragi bor? Xudoga shukr, men rotatsiya qiluvdi, shahar prokurori keldi, o'rnidan turib kutyapti. Kim? Ashina odam tutgan. Bizni qilmishga qator qilayotgan sotdi yoqida odam tutgan. Nimaga mizamimiz qo'rg'almaydi? Nimaga? Aytingchi. Mizam birdayda. Sizlarga menga, siz bir so'zga javob berasiz, men bir so'zimga javob beraman. Turib, shunda men prezidentga abrasheni qilyapman. Mana yana qayta abrasheni qilyapman. Bo'lmasa, rost mashinlarni, qilmishlarni qo'rg'aydigan o'lka bo'lsa, biz chiqib ketaylik. Ertaga kim garanti beradi, bolam o'tirib olmaydi. O chiqib aytadi, nevaralaring bor deb bir kunda cho'q bo'lib qoladi. Mana Xudoyim tevamda turadi. Yolg'on suylasam. Qanday ayol kishi 3 ta to'lagan ayol men nevaramni ertaga yo'qolib qoladi deb aytadi. Bu qilmishkerda. Men ayta olmayman, siz falonchini bolangni yo'qotib qo'ying, orujani tiqib tashlang, narkotik tiqib qo'ying. Bungacha to'tdi mana birovni o'zi 1,200,000 ga 3,5 mingga qamoqda turmada o'tiradi. Men artiqova mamlakatdagi men to'xtamay turibman. O'zi qamoqda o'tiradi bu mashina. Bu 7,8,000,000 ga qamalmay ko'chada yuradi. Bu qancha bu mizon? Qancha mizon? Qanaqa mizon? Kelishim bo'lmagan. Bu bolam Gruziyada mashina olib kelgan, kuyovimni cho'g'ib, olib kelib o'zining nomida, mana hamma dokumentlari bor, rassom o'sha qilgan, hamma yo'lda qilgan. Bu bolam sotam deb turib, sotolmay qoldi. Adli kartasini yo'qotib qo'yib, bu kelib turib, lekin biz sotolmayapmiz, pasport olganda sotamiz ekan buni dedi. Sotganda ediki, beravering Zagran pasportingiz debdi, Zagran pasportini dokument oformib qilib, bolam rayon territoriyasi Obirgaga borish kerak. Bu mashina shahardan qilyapti. Menga qo'l qo'yib qo'ying desa, bu bolam qo'shnida ishongan. Shaq qo'l qo'yib berdi, olib ketdi, ertaga beraman, 3 kun beraman, 3 kundan beri yo'q. Sizlar og'achining yordamchilik qildim, bilmay qo'ydingizlar. Men bilganimda buni yoshi ko'chadan ko'chib ketardim, uni bilganim. Men bilardim. Bu manalar nima kelyapti desa, biznes tas sotatam, ipek sotatam, Turkiyaga palon chiqaryapman, paladan oltin kelyapti, brilliant kelyapti. Men asramdan muomala qilaman desa, men emasmi muomala qiladi. Ali nima biznesmen ekan shekilli deb bunda. Bular bilsa, ақша so'rab qistabdan ekan odamlar ekan. Keyin bildim-da buni. O'zingizning oti-joningizni ana shu ayoldan oti-joni aytib qo'ysiz. Men bu mana Ergashev Mahmudxon Nasirovni 1968-27 dekabrda to'ralgan. 3 bolasi bor. Turuqli uyi yo'q. Kasalman deb kasal degan aniqlanmasi yo'q. Mana 3 bolasi mana metrkalar mana. Hammasi eng yoshi 15. Bu yerda mizonga keltirib qo'yadi 3 bolasi bor. Mana bolamning 5 bolasi bor. Bunday. Ona odamning 5 bolasi bor. Aslan rizqini olib jeyapti. Ammo bu mizonga qaramaydi. 515 516 degan. Ana hozir bu yerda original yo'q-da bu yerda. Ito shuni sot jo'qqa chiqarib, analiz qilganda, jo'qqa chiqargandan keyin bu qayta buni meni nomerimga jasad kelib 68 qilib, 76 ni. Bu ham o'sha poddelka korrupsion sxema bilan mana oldi sotib ko'ratadi-da buni.
Uydi, jeri uchasi, ha. Burada meni jerimde bu ayollar boqchi uyga keladi. Meni jerimga uy sog'sam deb janjal to'polon qiladi. Meni militsiyaga berdi, menga o'sha yerga yetkazdi deb. Militsiya bu yerda izildo qilib, bardini taqtab, действительно uniki emas, biznikiligini taqtagan. Mana ariqdamalar bor. Mana sudni chechimi bor. Действительно bizni foydamizga chechimlar. Biroq bu Mahidilda gol sirgan do'st borda, Ramo kiradida. Shuni ham men yeta olmadim. Men ham 72 ga odamman. Sud meni nima? Darj gosregistr meni atqarmadida mana. Ko'rdasizmi mana? Meniki mana originallar ko'radi. Mana. Nizam bo'yicha olganman. Shu nima bilan men 9 yildan beri Atvataki spektakl qiladi. Meni ayolim olib qoldi, o'sha necha yo'li bu hadeb uyga haligi sud pristavi kelayotgan, uyni bo'shat, sinos qilamiz deb turib. Daylanasi mana qarang, bizga aringlar borligi shuni Sotib chekmesiz maydasiga chiqsa nima uchun kelyapti? Keyin ular men u yoqqa ketaman-da, men savdogarman-da. Men jo'g'imda sud chechimini olib kelib, xohlaganday qilib aytadi. Men aytgandek diktat qilaman sudga. Men aytgan chechimni chiqarib beradi. Действительно, men uchastka qilmayman sudda, menga sud chechimini olib keladi. Men bir hech aytmayapmanki, sen dokumentini ko'rsat menga. Keyin qaysi nizom bo'yicha menga unaqa qilyapsan deb. Bu aytadi, men sud o'zimni sotuim bor, o'zimga o'siraysan, o'zim prokurorim bor. Nima qila olasan? Bir 5-10 ta 9 yildan beri juda ko'p sud tushachini. Ha, o'sha sodir. Sud bir hech bir aytmaydi ekan sud. Buni izlab turib, bu действительно bu original, mana menga originalda polni pechatlar bor. Buniki mana ekan, necha yildan to'langan ekan, buni izlab beri sud. Bir yoqqa o'shinga chechim chiqarib berar ekanda. Sizga qaysi yili sizning foydangizga chiqdi, qaysi yili uning foydasiga chiqdi? Men uchas qilganda men dagzat qilib berdim, esimda men ko'zim nima qilmaydi. Mana bu yerda Tokbayeva jo'qqa chiqarayotadi. Shu buni. Ito shu jo'qqa chiqargan hozir meni sosetlarimga sotgan bu nomerni vasanat qilibchi. O'sha bizning ko'chada bir 10 ta yer bo'lsa, 8 tasini sotdi shu ayolchi. Jasanma dokument bilan. Men Mas'uliyatga qiz bo'satib. Men 20 yildan beri bir kichkina zavod bor. Shuni qizim Shvenfa yer ololmay, bu Kazakopti bolasi o'shana cho'ng xonsarasi olgan, muslim kafe qilib, katta targ'ib sentri bor. Jermeniki dokument o'sha jasanma yo'l bilan marhidil qilib beradi-da. Meni ham qo'ldan ishlama kelmaydi. Tashifi meni ham qo'ldan ishlama kelmaydi. Meni orqamdan general bor. Hech kimning kuchi yetmaydi der. Xudoga shukr, general bilan ham uchrashdik. Men bu gaplardan hech ham xabarim yo'q dedi. Bu yerimizga nima falshifga dokument Vahobjonov Elmurodga qilib falshifga qilgan. Unikiga borsa aytdiki, meni faqat pasportimni olishgan. Menga 2000 pul bergan. Uni otam qilgan, otam o'lib ketdi. Men u yerni ko'rganim ham yo'q dedi-da u. Ayga qizil kitobni egasi, yer to'xtam chiqarilgan ekan. Uniki nimalardan tekshirildi, barisi falshifga nima? Bizniki faqat ashi qizil kitobni qilib olmaganimiz hisobda. Hammasi bilyapti, u mahalda deputat bo'lgan, ash yerda 50 yoshli bo'lgan odam ham aytayapti, shu pasport orqali ish bo'lgan bu ish deyapti. Aylanib sud nima qila olmayapti, uyimizda o'tira olmayapmiz-da, o'tiribmiz, ash qilisida o'tiribmiz. Biz nima bo'lib?